Akalar, xudo xolasa mana baliqlarimizni ajratib katta hovuzga olamiz degan edim. Mana shunday qilib sekin tortib olasizlar-da. Sal ko'targin uka. Mana o'sha katta bo'lib qolganda mana baliq bo'lib. Yaqinroqdan ko'rsataman. Mana shuni sal bosib pastga tushiraylik. Endi biz mana bunaqa idish qilib oldik. Kimdir qanaqadir tovoqcha qilib olsa ham bo'ladi. Sekin bundoq avaylab turib, bundoq olinadi-da. Olinib turib, mana ko'rib turganingdek shu baliq bo'lib 2-2,5 santimetrgacha bo'lgan. Mana bunaqa idishga olib olamiz. Buni nimaga olib olyapman? Bu yoqdan yana sartrobka qilinadi va o'zimiz uchun aniq sonini sanab olamiz akalar. Buni olayotganingizda ehtiyot bo'linglar. Baliqlar u yoqqa bu yoqqa qochadi. Shu sachogida tortayotganingizda u yoqqa qisilib qolishi mumkin. O'shanda sal ehtiyotkorlik bilan suvni mana bunaqa sachogi suvga botirasizlar. Yo bu yoqlariga qisilib qolmasin, nobud qilib qo'yishinglar mumkin. Mana bunaqa qilib sekin suzib olasizlar akalar. Mana bular baliqlarimiz. Mana ilon balig'i ishqibozlari buni ko'rib, "Hay joningdan" deydi-yu. Mana akalar. Mana tezroq katta suvga qo'yib yubor deyishyapti. Mana. Bular ichida ham ochopati bo'ladi, ovqat kami degani bo'ladi. Nima deydi haligi? Uyalchanga deydimi? Shunaqasi bo'ladi. Sal ko'tar. Shunaqasi bo'ladi. Shuning uchun kattaroq bo'lib qolganlarni alohida qilib boqib turasizlar. Narigilar tenglashib olguncha kamroq ovqat berib turasizlar. Endi kamroq deganda umuman ovqatdan qisib qo'ymanglar. Maqsad qolganlar bilan birlashtirib olish. Mana qo'yib yuboraman-da, sekin mana ko'rsatib o'taman mana. Ba'zilari katta. Mana hammasi pastga tushib olgan. Ba'zilari kichkina bo'lib qolgan. Ko'proq ovqat yeydigan ochopatlari katta bo'lib ketib, qolganlari qolib ketgan akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Birim-ketan aytganimdek obzorlarni qilib boramiz. Xudo xolasa mana bu yoqda yana ozgina qoldi. Ularni ham olib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuninglar xayrli o'tsin.